Yaxshimisilar ko'pchilik? Bugun biz yeyingiz keladigan qushpuroq poloniki tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Qani, ketdik. Oldi bilan qozonga 250 gram qitmay qo'yib olamiz. Bosh piyoz, so'ng piyoz, sinjang, bayko, bayji, xuyshan, shangyi, ashuk silib, mayni tamlantirib, suzib, ilvetib, qaytadan bosh piyoz silib, sag'aganda to'g'ralgan 1 kilo 8 gram sabzi silib, aralashtirib, qo'rib, muvofiq miqdorda tuz silib, 2 kilo 2 gram suv quyib, qaynagandan keyin to'g'rab tayyor qilgan qo'yning o'murtqa go'shtini tizib silib, tuvoqni yapib, normal o'tda 10 minut qaynatib, tam chiqib bo'lgandan keyin sho'rpisidan bir chin usulib, bir qo'sh zira shakar silib, ustiga yuvib tayyor qilgan go'shtdan 2 kilo 100 gram silib, tuvoqni yapib, normal lotda 12 minut dumlab, ko'plagan do'stlarimizniki meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jaqaraq gul et qo'shonlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Go'shtni o'rib, ustini cho'ki bilan to'shib ketib, ilib olgan sho'rpisini ustiga qo'yib, sepib, tuvoqni yapib, bo'sh o'tda 15 minut dumlab, polonni pishirib, tuvoqni ichib, go'sht bilan sabzini aralashtirib, taqsiq usub tayyorlasak bo'ladi. Meni qo'shiling, menki Osmonjon Zakir sizga yangilik bo'lgan har xil taomlarni o'rgatishga har vaqt tayyor. Qo'loy ichini o'rganib, oshxona ichib, iqtisod kirim qilishni o'ylashgan bo'lsangiz, men bilan aloqalashing. Aloqalash nomerim 13 3 9 88 09 84.